uyimizni oldida mashinalar tez yurmasin uchun katta ariqcha qilib qo'yamiz. Birodar, siz o'zi yo'lni to'g'rilaganingiz yo'q. Nega yo'lni buzasiz endi siz, birodar? Kimsiz? Yo'l siznikimi? Yo'q, birodar. Ha, meni farzandlarim o'ynaydi. Birodar, farzandlaringizga egalik qiling, uyni ichida olib o'tiring. Ularga tarbiya bering, yo'lga chiqmasin, birodar. Siz tarbiya bering o'g'lingizga, mashinani ko'chalarda tez haydamasin. Endi tayyor yo'l bo'lganda, endi yo'l tekislanib tayyor bo'lganda nega kerak endi ariqchalarni qo'yish? Ha, nima? Mashinalar tez o'tmasa. Birodar, siz o'ylang bu teskarisini. Nechta mashina o'tadi? Nechta velosiped o'tadi? Necha kishi o'sha ko'chada qorong'u o'tganda o'sha joyda tepsinadi? Birodar, hammasini la'natiga qolyapsiz.